recently killed tens Jahon of urushi thousands. boshlangan ko'rinadi. Tramp Eronga hujumini rasman tasdiqladi. Bunga keyinchalik Rossiya va Xitoy qo'shilishi ehtimoli bor va bu jahon urushini keltirib chiqarishi mumkin. Hozir Tehronga havodan zarbalar berilmoqda. Eron esa Isroilga qarata javoblar qaytaryapti. Eronga hujumning oxiri yomon bo'ladi, chunki birinchi masala Eron islom davlati va mafkuraviy jihatdan juda kuchli shakllangan. Ular uchun bu shunchaki harbiy harakat emas, balki muqaddas mudofaa hisoblanadi, ya'ni o'limdan qo'rqmaydi ular. Eronda yadro quroli bo'lmasa-da yadroviy obyektlar bor. AQSh unga agar zarba bersa, butun dunyo mintaqa ekologik va harbiy falokatga yuz tutishi mumkin. Fors ko'rfazi yopilsa, neft narxi osmonga chiqadi. Bu jahon iqtisodiyotini inqirozga uchratishi aniq. O'zbekiston uchun ham muhim bo'lgan janubiy savdo yo'llari to'liq to'siladi. O'zi hozir Eron osmoni to'liq yopilib bo'ldi. Yana bir narsani ochiq aytish kerak. Livanda Hizbulloh Isroilga minglab raketalarni yog'dirishi mumkin. Yamanda Husiylar Qizil dengizdagi butun dunyo savdosini to'xtatib qo'ya oladi. Iroq va Suriyada Shia guruhlari AQSh bazalarini tinchitmasligi aniq. Ya'ni diniy urushga aylanib ketishi mumkin, chunki Shia olamining safarbarligi bilan. Do'stlar, urushlar juda ham jiddiy tusga kiryapti. Soniyalar ichida dunyo o'zgaryapti. Bu yerda aytsam sig'masligi mumkin, o'shaning uchun Telegram kanalda to'liq yoritib boryapman. Trampning ushbu murojaatini o'zbek tilida ham Telegram kanalimga joylab qo'ydim.